Endi mana o'simlik bilan gaplashamiz. Anchadan beri video qilaman deyatdim. Hamma taniydi mana shu o'simlikni. Ha, to'g'rimi? Mollar yeydi, lekin aytib qo'yay. Endi biz ham yeymiz, Xudo xohlasa. Bu nimaga yaxshi? Yo'talga bronxit bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi, o'sha gul tomonini shunday yuling. Qarang mana. Mana shunday. Gul tomonlarini shunday yulib borku, shuni maydalab, damlab iching. Ya lekin yaxshilab yuving, chang yig'iladi. Tushundingizmi? Mana shuni yulib iching, baraka topkurlar. 1 soat 2 soat mana qarang bunda qilasiz. 2-3 osh qoshig'idan, 2-3 osh qoshig'ini shuni tasavvur qiling, bir shunchasini. Yuling, shunchasini bir 200 grammga damlang. 1 soat 2 soat tursin. Shuni iching, baraka topkurlar. Qarang, yo'talingizni ketkizadi. Kuniga bir 50 yoki bir 200-300 grammga damlangda, kuniga 100 grammdan 3 mahal iching. Yo'talingizni ketkizadi. Bu bir aniq ketkizadi, Xudo xohlasa. Qorin damlab yurganlarga borku, ichak faoliyati buzilganlarga, ich qotganlarga mana shuni ichib yuring, baraka topkurlar. Tushundingizmi? Baqirtira, ko'zini chiqarib yuboradi. Buni otini prosirnik deyiladi yoki malva. Ichib ko'ring, rahmat aytasiz. Yo'talga zo'r, aytib qo'ying. Tushundingizmi? Gazini bosing. Aytqanday? Bu so'roqlarga ham zo'r. Qorin damlab yuradiganlarga.